Hurmatli teletomoshabinlar, Assalom Buxorodan olish dasturimiz, yaxshi kayfiyatda dasturini davom ettiramiz. Ko'rib turganingizdek, bugun studiyamizga mehmonlarni taklif etganmiz. Ularni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, aynan Turkiyadan tashrif buyurgan shifokorimiz ginekolog Fitye Ersan va ularning yordamchilari koordinator Shahnoza Shukurmatova. Assalomu alaykum, xush ko'rdik deymiz sizni studiyamizda. Yangi tong, go'zal kun muborak bo'lsin deymiz. Amin, inshaalloh. Kayfiyatlar qanday? Sağ olun. Rahmat. A'lomi kayfiyatlar? A'la. Xursandman shu yerga bo'lishimdan. Albatta, Buxoroga xush ko'rdik deymiz sizni. Xush ko'rdik. Bugungi mulohazalarimiz albatta aynan ayollar salomatligi haqida bo'ladi. Ona va bola salomatligi haqida albatta ayollarimizga, yosh onalarimizga, otalarimizga ajoyib tavsiyalarni taqdim etasiz degan umiddamiz. Eng avvalo sizga ilk savol bilan yuzlanmoqchimiz. Albatta ayollar salomatligida ko'pgina narsalarni biz aytishimiz mumkin, lekin eng asosiysi ayollar hamisha sog'lom bo'lishi uchun, sog'lom farzand dunyoga keltirishi uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak? Bu borada sizning tavsiyalaringiz albatta marhamat. Ben Doktor Fitye Ersan. Man doktor reproduktiv akusher ginekolog Fitye Ersan. Turkiyadan Toshkentga keldim. Istanbul Eko markazida ishlayman 4 yildan beri. Bu O'zbekistonda ko'plab uchraydigan juftliklarimiz, ya'ni ayollarimizda, erkaklarimizda o'rganib chiqdim. 4 yil mobaynida nima sababdan bepusht. Shular haqida men sizlar bilan bugun suhbatlashmoqchiman. Bunlardan bahsedelim. Birinchi navbatda juftliklarimizni infeksiya, ya'ni infeksion kasalliklari deyaptilar. O'zbekistonda juda sovuq iqlim, bu bir. Ikkinchisi, O'zbekistondagi sharoitlar, mana ayollarimizga bo'lgan sharoitlar ham juda ham sovuq, qo'llari suvga, muzdek anaqa Hava shartlari bo'lganligi sababli infeksiya, birinchi turi infeksiya. Onu bulaştırmamak için. Xo'p, umuman o'zi bugungi kunda aynan mamlakatimizda tibbiyot sohasi shu darajada rivojlanib bormoqdaki, aynan biz har jabhada mana shu rivojlanishni ko'rishimiz mumkin. Oddiygina bir misol O'zbekistonni o'sha ko'plab mamlakatlar bilan tibbiyotdagi yaqinlik va aloqalari bugun mamlakatdagi ko'plab muammolarga yechim bo'lmoqda. Xo'p, bugungi kunda muammolarni barchamiz bilyapmiz. Oldini olish va yechim berish borasida mutaxassisimiz qanday fikrlarni ayta oladilar. Har holda xalqimizda shunaqa gap bor. Kasalni davolagandan ko'ra uni oldini olgan yaxshi. Bugün özellikle koruyucu önlemlerden, enfeksiyonlardan korunmak için dedik ki soğukta iyi giyinmeli, kat kat giyinmeli, giyinme şartlarına dikkat etmeli. Enfeksiyon olursa erken tedavi edilmeli. İkincisi sporu, beslenmesi ve zararlı alışkanlıkları düzene sokmalı. Yani erkekler özellikle zararlı alışkanlıklar, sigara, alkol, bilgisayar, laptop gibi uzun süreli internet, bilgisayarla uğraşma erkek spermlerinde olumsuz etki yapıyor. Bunlardan uzak durmalı. Sigara, nas, içiş, çekiş, alkol bunlar kesinlikle sperm hareketini, kalitesini bozuyor. Albatta erkaklarimizda ham ozgina problemalar bo'lib chiqishi mumkin. Bunda deyaptilar yosh bolalarimiz, yosh erkaklarimiz yashash tarzi, yeyish tarzi deyaptilar, sport bilan shug'ullanishi va radiotexnika, ya'ni telefon, kompyuter shunlar bilan bog'lanib qolishgan hozirgi yoshlarimiz. Bu ham juda zararli. Ichish, chakish, alkol bilan o'shalar ham juda ham zararli. Demak, umumiy hisobda barcha birdek sog'lom turmush tarziga e'tibor qilsagina mana shu muammolarga duch kelmaymiz. Xo'p, endi savol tug'iladi, faqat yoshlarda yoki qizlarda, yigitlarda bu muammolar emas, balki ota-onalari ham qaysidir ma'noda e'tiborli bo'lish kerakmi? Bugun ota-onalar qaysi jihatga ko'proq e'tibor qilishmayapti? Shu haqda fikrinizni bilmoqchimiz. Evet, ata-anaların dikkat etmesi gereken özellikle gençlerin alışkanlıklarını, beslenmelerini düzenlemeleri, daha çocukluktan başlayarak beslenme tarzında çok yağlı, çok etli, hamurlu, beyaz unlu ve özellikle hazır gıdalar. Bunlardan uzak tutmak lazım. Çocuklar burada beslenme tarzı o kadar yağlı, şekerli beslenme oluyor ki
çoğu hastamızda şeker problemi, insülin yüksekliği, tansiyon problemi görüyoruz. Bunlar nereden? Çocukluktan olan beslenmeden kaynaklanıyor. Bu da ata-ananın yanlış yönlendirmesi, yanlış beslendirmesi ya da onlara sundukları ikramların yanlış olmasından kaynaklanıyor. Ya'ni deyaptilar, ota-onalar ham bunga judayam diqqat bo'lishlari kerak. Yog'li, tuzli, xamirli va ko'proq fast food ovqatlarni, Hazır gıdalar, tayyor evet. ovqatlarni iste'mol qilishadi. Bu ham bir sabab. Ko'p juftliklarimizda ham yoshlarda, kattalarda insulin gormoni, ya'ni sahr yoshligidan уже baland chiqadi. Bu ham bir sabab. Rahmat deymiz fikr mulohazalar uchun. Evet, buradan Buhara halkımıza, bizi izleyen tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Selamlar söylüyoruz. Hayırlı günler. Buxoro telekanaliga judayam ediyoruz. katta rahmat bizni taklif qilganlari uchun deyaptilar. Istanbul Eko Markazidan ham judayam katta salomlar tilaymiz. Albatta tashakkur deymiz. Bugungi albatta mulohazalar, ajoyib ma'lumotlar va ishonamizki bu ma'lumotlar har bir inson uchun juda foydali bo'ldi deya sizlarni albatta yana studiyamizda kutib qolamiz.